Karate va kef sport turi bilan minglab yoshlarimiz shug'ullanib, qator ijobiy natijalarga erishmoqda. Quvonarlisi, joriy yilda karate va kef bo'yicha o'smirlar terma jamoamiz Osiyo chempionatida ishtirok etib, tarixda ilk bor kuchli uchlikdan joy oldi. Bu natija sportchilarimizning mashaqqatli tayyorgarligi, murabbiylarimizning fidoyiligi va mamlakatimizda yoshlar sportiga berilayotgan yuksak e'tiborning amaliy samarasidir. Karate sport turi men uchun hayotimning bir qismi. Karate bilan uzoq yildan shug'ullanib kelaman va O'zbekiston birinchi marta top uchtalik berganini o'zimni hissam bilan qo'shganimni xursandman. Eshitdingizmi? Karate va kef sport turi bo'yicha O'zbekiston Osiyo mamlakatlari orasida kuchli uchlikka kirdi. 2025-yilning sentyabrida sodir bo'lgan ushbu voqea O'zbekiston tarixida eng muhim va eng xushxabarli voqea bo'ldi deya sportchilarimiz e'tirof etishmoqda. Haqiqatan ham buni xushxabar desa bo'ladi, chunki qariyb 35 yildan buyon mamlakatda faol bo'lgan sport turida mamlakatimiz sportchilari raqamlarda biroz orqada edi, lekin keyingi yillarda ushbu sport turiga qaratilgan e'tibor, qo'llab-quvvatlovlar evaziga raqamlar ancha o'zgardi, biz ancha oldinlab olganimizni bilyapmiz. 2016-yilda 9-o'rin, 2022-yilda 5-o'rin hamda 2022-yilda kuchli uchlikdan joy egallandi. Ajab emas, keyingi yillarda birlikka, ya'ni eng oliy o'rinlardan joy egallasak. Albatta, bu jarayonlarda surxondaryolik sportchilarning ham hissasi katta, xususan Termiz shahrida tayyorlanayotgan, ya'ni sport bilan muntazam shug'ullanib kelayotgan yoshlarimiz qo'lga kiritgan yutuqlarini evaziga mana shu natijalar qayd etildi desak bemalol mubolag'a bo'lmaydi. Demak, bugun biz sizga shu haqda xabar beramiz. 2023-yilda tashkil etilgan O'zbekiston karate va kef assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, yurtimizdagi minglab bolalar va o'smirlar karate to'garaklarida shug'ullanmoqda. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida 2023-yil 3-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining karate va kef sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolangan. Qarorga ko'ra, 2023-2026-yillarda mamlakatimizda karate va kef sport turini rivojlantirish bo'yicha qator ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Bugungi e'tibor va rag'bat o'z natijasini uzoq kuttirmayapti. Natijalar yomon emas. O'smirlarimiz tarixda ilk bor Osiyoda kuchli uchlikdan joy oldi. Bu esa yosh sportchilarimizga yanada kuch-quvvat, kelajak g'alabalari uchun katta ruhiy tayanch bo'lib xizmat qiladi. Joriy yilning 5-7 sentyabr kunlari Xitoy davlatida VKF karate bo'yicha o'smirlar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Unda 14-15 hamda 16-17 yoshli sportchilar bellashuvlarida yurtimiz sharafini himoya qilgan yosh karatechilar munosib natijalarni qo'lga kiritdi. Hamyurt sportchilarimiz jami 12 ta medalga ega chiqishdi va tarixda ilk bor o'smirlar terma jamoasi Osiyo chempionatida kuchli uchlikdan joy oldi. Bu yutuqda albatta surxondaryolik sportchilarning ham hissasi bor. Begzod Zoirov Termiz shahrida istiqomat qiladigan yosh sportchi. U nafaqat o'z shahri, balki butun vatani sharafini himoya qilib kelayotgan chempion. Osiyo o'yinlari g'olibi bo'lgan ushbu yigit musobaqa maydoniga 16-17 yosh doirasida plus 76 kilogramm vazn toifasida tushdi. Har bir harakatida aniqlik, har bir zarbasida ishonch va jasorat bor. Karate bo'yicha 10 yildan shug'ullanib kelaman. Men birinchi maktabda o'qiyman. Xitoyda sentyabr oyida Shaogan shahrida Osiyo chempionati bo'ldi. Men shu Osiyo chempionatida birinchi o'rinni oldim. Va O'zbekiston shu top 3-likka kirdi. Men Kuvayt, Xitoy, Qirg'iziston, Eron davlatlaridan kelgan sportchilar bilan murosasiz jang qildim va birinchi o'rinni oldim. Ha, bugun Begzod Zoirov qo'lida porlayotgan oltin medal faqat shaxsiy g'alaba emas, uning g'alabasi butun O'zbekiston yoshlarining g'ururi, Termiz farzandining yutug'i va milliy sportimiz taraqqiyotining yorqin isboti. Men Xitoydan oldin ham xalqaro musobaqalarda qatnashganman. Qirg'iziston birinchi o'rinni olganman, Qozog'iston 3-o'rinni olganman. Filippinda 3-o'rin olganman. O'zbekiston doirasida juda ham ko'p musobaqalarda qatnashganman. Tatamiga chiqishdan oldin men juda qattiq hayajonlandim. Men nimalar bo'lishi, birinchi o'rin olarkanmanmi, shunday hayajonlar bo'ldi. Doimiy qilgan mashg'ulotlar natijasi besamar ketmadi. Men murabbiyim Bobur Davlat yoshligimdan beri meni shug'ullantirib keladi. Murabbiyim mohirligi sabab texnika, distansiya, fizikalari menga yordam berganlar, shu bilan musobaqalar birinchi o'rin olib kelganman. Hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. Men bu bilan to'xtab qolmoqchi emasman. Men jahon chempioni, olimpiada chempioni bo'lmoqchiman.
Ochig'i, bugun ko'plab yoshlar vaqtini shunchaki ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazib yubormoqda. Yana kimlardir kun tartibini aniq belgilamagan, bemaqsad kun kechirmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, o'smirlarning 81% atrofidagi qismi kundalik kamida 1 soatlik o'rtacha jiddiy jismoniy faollik darajasini ta'minlay olmayapti. Bu xatar. Biroq bugungi ko'rsatuv qahramonlari sportni hayoti tarziga aylantirgan. Mashq va intizom orqali ma'nan va jismonan sog'lom bo'lib ulg'ayotgan yoshlar. Ular nafaqat o'zlarining, balki butun vatanning kelajagi uchun kurashmoqda.